ma'lumotim oliy. 2 nafar farzandim bor. Shu yerdan binodan o'tgan. Men hozirgi kunda ishlayman. Oxirgi ish qayerda bo'lgan? MCH'da xodimlar bilan ishlash bo'yicha mutaxassis bo'lib ishladim. Kadr bo'lib ishlaganman. Undan oldingisi kambag'allikni qisqartirish bo'yicha tuman hokimiyatida bosh mutaxassis bo'lib ishlaganman. Temir daftarlarni yuritish bo'yicha edi. Keyin qisqarib ketgandan keyin ishsiz qolganman. Shunday. Bankda ishlagan ekansiz. Da, bankda ishlaganman aslida. Bankdan ketish sababi? Bankdan ketish sababim attestatsiyadan yiqilganman. Mutaxassisligim to'g'ri kelmagani uchun ikkinchi institut o'qishga majbur bo'lganman. Birinchi institut qishloq xo'jaligi instituti. Ikkinchisi kooperativ. Ikkinchisi kooperativ. Iqtisodiyotni qanday tushunasiz? Maqsadimiz qancha o'zbekistonda? Ishlar haqida bilmayman lekin aka. Siz ikkinchi muddatda o'qiganmi, bakalavr o'qigan ekansiz? Yo'q. Bakalavr o'rgatishmaganmi? Yo'q, yalpi ichki mahsulotni nimaligini bilaman. Bitta mamlakat hududida ishlab chiqarilgan mahsulot. Yalpi ichki mahsulotdan yalpi hududiy mahsulotni farqi nimada? Yalpi hududiy mahsulot bitta hudud miqyosida olinsa, yalpi ichki mahsulot butun mamlakat miqyosida. Просто ko'rsatkichi sonini bilmayman. Yalpi milliy mahsulot, masalan, bizlarni ham chet elda ham ishlab chiqaradiganimiz bo'lsa, birgalikda совместно o'sha bizlar yalpi ichki mahsulotimiz bor, chunki unda O'zbekiston ulushi ham bor. Bilmaysizmi, taxminiy bilmaysizmi, bizning ichki mahsulotimiz yoki aholi jon boshiga ichki mahsulotimiz qancha? Ko'rsatkichlarni to'g'risi bilmayman, chunki davlat idorasida ishlamaganim uchun ko'rsatkichlar haqida xabarim yo'q. Siz qiziqmaganmisiz? Bizda qaysi qanday ahvolda eng ko'p aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot qaysi davlatda? Bilmadim, lekin yaqinda internetda ko'rganimda o'sha aholi jon boshiga beriladigan ko'rsatkichimiz ko'tarilib, kambag'allik qisqartirilganini ko'rdim, lekin точно ko'rsatkichni ayta olmayman. Xato bo'ladi, to'g'risi aytsam, bilmayman. Investitsiya degani nima tushunasiz? Investitsiya deganda, masalan, bironta bir moddiy yoki ma'naviy yoki investitsiya o'zi ikki turda, moddiy yoki ma'naviy turda bo'ladi. Uni masalan, bironta sohani aynan rivojlantirish uchun, rivojlantirgan taqdirda ham qonun hujjatlariga mos bo'lgan tartibda rivojlantirishni tushunaman. Ya'ni pul kiritish, sarmoya tikishni tushunaman. Qisqacha qilib aytganda, masalan, ijtimoiy sohada masalan, xodimlarning samarador tajribasini oshirish, ularning ko'nikmasini oshirish, ularda intellektual salohiyatini oshirish uchun tikiladigan pul bu ijtimoiy. Shunga investitsiya qilinadi, ularni o'qitish jarayonidagi xarajatlar qoplanish bu investitsiya bo'ladi, to'g'ridan to'g'ri. Qaysi bo'limni topshirganingizni bilasizmi? Qaysi bo'limga topshirgansiz? Bo'lim boshlig'i lavozimiga topshirgan. Qaysi bo'lim? Bo'lim nomi? Bo'lim nomi investitsiya va savdo sanoat. Yo'q, shuba. Bo'lim boshlig'i edi. Shuba boshlig'i bo'lim emas, bo'lim. Nomi nima bilan shug'ullanadi? Qiziqmaysizmi? Men qilaman, shu ishni yo'qmi degan ma'noda. Tayyorgarlik ko'rayotganda mana soham shunga to'g'ri keladi. To'g'rida tayyorgarlik ko'rsa, faqat shu savollarni o'qib, ochib ko'rib, u aynan shu sohaga to'g'ri kelamanmi, yo'qmi deb o'ylab ko'rmasmi? Ertaga eplay olamanmi deb bilamasizmi? O'zimga ishonaman, chunki bilimim yo'q emasligini bilaman, eplay olaman. Har qanday xodimga moslashish uchun adaptatsiya beriladi. Adaptatsiyaga lekin qaysi yo'nalishda ishlayotganini hamma yo'nalishda ishlay olmaydi. Qaysi yo'nalish ekanligini boshqarmani bilasizmi? Investitsiya va savdo sanoat boshqarmasi. Viloyat boshliqlari tanimayman lekin bu. Iqtisodiyot tushunchaga qanday tushunchangiz bor? Iqtisodiyot nima demoqchimisiz? Yo'q, ikkinchi mutaxassisligingiz iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha bo'lganmi? Ikkinchisi iqtisodiyot, lekin birinchisida ham iqtisodiyot fakulteti, lekin yo'nalishim fermer xo'jaligi bo'lgan.
Sixoziyevda ham iqtisod fakultetida o'qigan. Lekin mutaxassisligimiz fermer xo'jaligi. Chunki u qishloq xo'jaligi tarmoqlarida. Navbatdagi qachon a'zo bo'lganmiz? 1992 yil 2-mart. Savollarni o'qitdingiz, qanaqa savollar o'qitdingiz? Yo'q, mana bu YouTube'da nima investitsiya xuddi mana shunaqa ko'rsatilgan suhbatlarni umuman respublika bo'yicha ko'rilgan. O'sha savollarni o'qidim xolos. Nima investitsiya bo'yicha nima ber. Boshqa Masallar bo'ladi. Masal qo'yilgan. u yoqda investitsiya turlari bor. Masalan, kimlar investitsiya kiritishi mumkin? O'zbekiston ham investor bo'la oladimi? Shunaqa savollar bor. Elementarniy savollar. Keyin qanaqa O'zbekistonda qanaqa himoyalangan huquqlari, investitsiya prinsiplari shular aytilgan, to'g'ri. Xorijiy investorlarga beriladigan imtiyozlarni bilasizmi? Qanaqa imtiyozlar beriladi? Xorijiy investorlarga bizga masalan investitsiya kiritgan payti, avval kiritishidan oldin ular loyihaga kirishi kerak. Undan Qaysi tashqari loyiha? hozir Qanaqa loyiha? yo'q, loyiha emas, davlat dasturiga kiritilishi kerak. Undan keyin u vazirlar mahkamasida ular tasdiqlanishi kerak-da. Investitsiya faoliyati to'g'risidagi qonunda o'qidim men shunday. Chunki o'sha vazirlar mahkamasida tasdiqlangandan keyin ularga keyin soliq imtiyozlari beriladi. Soliq imtiyozlari deyilgan, keyin masalan aynan yozilmagan soliq imtiyozlari ketilganda, soliq imtiyozlari beriladi degan. 2026 dan 2030-yilgacha bo'lgandim. Bilaman. Har bir qarorlarni Tushunmadim. Prinsiplarini aytib so'rayapsizmi shu? Maqsadi kapital, motiv va ijtimoiy. Davlat idorasida ishlamagan uchun o'zaro odamman chunki bankda ishlaganman-da. Bo'lim boshlig'i. Pensiya bo'lim boshlig'i. Bilmayman holijon boshiga. Shu savolga javob bera olmayman. Eksport nimaga bo'lasizmi? Eksport moliya bilaman. Eksportdan maqsad Qanaqa? maqsad nima? Eksportdan maqsad biza ko'proq asosan sarmoya olishga qaratilgan. Undan tashqari raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish, o'zimizni brendimizni butun dunyoga tanitish, chetdan o'zimizni xaridorlarni jalb qilish. Biza masalan O'zbekistonda ko'proq nima eksport qilinadi? Paxta, jun, teri. Paxta eksport qilinadi. Hozir tola qilinyapti. Yashirin iqtisodiyot degani nimani tushunasiz? Qancha urushli, qancha keyin Ulushini bilmayman, lekin yashirin iqtisodiyot deganda masalan valyuta bilan yashirincha oldi berdi qiladiganlarni tushunaman. Yokida основной mana bu yashirin iqtisodiyot soliqdan qochish uchun to'liq nima ko'rsatilmaydigan faoliyat turlari. Bilmadim buni. Viloyatda eksport sohasidagi nima deydi? Samarqandda Rossiya bilan qilish mumkin, Qozog'iston bilan, Xitoy bilan. Endi aynan qaysi investitsiya loyihasini lekin bilmayman.
Mayli. Ishtirok Aha, rahmat aka. Ketaveray. Samarqand iqtisodiyot servis instituti marketing mutaxassisligi bo'yicha o'rgatganlar. Hozir Nurobod pedagogika kollejida bosh buxgalter o'rinbosari. Shunday. İsim fanları eskidi mi? Yazılı olandı mı? Yapacağım işte yani. 86 insan. Marketing üretkensiz. Marketing yönelişi. Marketing yönelish. Program robotda ishlaysiz. Değil mi? Shunday. Robot. İngilizceni tushunasizmi? Nima degan qanaqa institutlar bor? Investitsiya bu shu iqtisodiyotni rivojlantirish uchun boyagi ijtimoiy iqtisodiy sohalarga yoki tadbirkorlik yo'nalishlariga va investitsiya kapital kiritish, pul kiritish shunaqa narsa tushunadi. Nima faqat pul ketgan kapital kiritiladimi? Yo'q, endi misol uchun asbob uskunalar bo'lishi mumkin investitsiyaga. Yana Shu IT sohasiga bo'lishi mumkin sohasini nima qiladi? investitsiya. Qanaqa turdi? Nima o'qish mumkin? Endi u yo'nalishlari ko'p. Misol uchun asbob uskuna texnika jihozlari bo'lishi mumkin yoki Bu hammasi kapital. Yo faqat pul yo'q narsa Yo'q, bo'lishi kerak. yo'q. Bu hammasi siz aytayotgan asosuna texnika ular hammasi bu narsa. Shunday. Yana nima bo'lishi mumkin? Puldan tashqari, kapitaldan tashqari yana nima kelsa bo'ladi? Yana Marketing biz qanot bo'yicha marketing izlanishlarida o'qib o'rganmisiz? yo'q, marketing sohasida ishlamaganman. Ishlamagan, ham o'qigan paytlaringiz mana Samarqandda masalan qanaqa loyiha qilsak bo'ladi deb o'ylaysiz? Marketing tartiblari o'ylaysiz. Nima qilsak biz loyihamiz yaxshi foyda topadigan. Qaysi yo'nalishda investitsiya foydali bo'ladi? Endi menimcha bu hududlar kesimida yoki joylashuv kesimida bo'lishi mumkin. Kelib chiqib Shaharda yoki Nurobodda masalan Nurobod ekan. Nurobodda nima qilsak bo'ladi? Qanday qilib Nurobodni rivojlantirsak bo'ladi? Nurobod nima deydi? endi Nurobod tumanini o'zi asosan chorvachilikka moslashganda. Endi birinchi o'rinda masalan sanoat endi xudoga shukr rivojlanib kelyapti, zavodlar, fabrikalar ochilyapti shu Nurobod taraf. Birinchi o'rinda shu infratuzilmasini har taraflama rivojlantirsa, menimcha sanoatni rivojlantirsa bo'ladi. Bunday sanoatni nimaga e'tibor berish kerak? Nima qanday loyiha qilsa bo'ladi? Nurobod. O'ylaysiz, qanaqa loyiha qilsa agar Nurobod tumani o'zini ichki toifaga toifalarga bo'lingan tumanlar. Nurobod Nechta tumanimiz bor, nechta shaharimiz bor? Kattaqo'rg'on shahar, Samarqand shahar, qolgan 13 ta tuman. 13 ta. Umumiy nechta bo'lyapti? Tuman shahar 14 tada Jami. jami. Endi adashib. İqtisodlashuv nima tuman? Toifani aytmadik. Toifasini bilmadim. Tuman. Nima bo'ldi? Yashaysiz, bilmaysizmi? Ikkinchi toifaga nima deymiz? Iqtisod jihatdan viloyatdan nechinchi o'rinda turadi? Tumanlar kesimida-da, to'g'rimi? Viloyatda ichidan nechinchi o'rinda? Birinchi o'rin shahar. Birinchi toifa. Eng ko'p soliq topshiradigan korxonalar. Nurobod nechinchi o'rin? Agar misol uchun 14 ta tuman deb hisoblasam men,
12. o'rinlarda bo'lsa kerak. Hmm. Yani O'zbekchadan yana qaysisi boshqa tilni bilasiz? To'g'risini yaxshi bilmayman. Qayerga topshiryapsiz? Investitsiya loyihalarini shakllantirish va monitoring shu bo'lma. Nima bilan shug'ullanaman deb o'ylaysiz? Nima qilasiz masalan kelajakda? Nima bilan shug'ullanaman deb o'ylaysiz? Nomidan nomidan. Investitsiya loyihalarini shakllantirish bu misol uchun investitsiya loyihalarini misol uchun bir yillik rejaga bo'lib olsak ham, misol uchun dasturga, o'sha dastur bo'yicha shakllantiramiz, misol uchun yoki sohalar bo'yichami, investitsiya kiritilayotgan yo'nalishlarga bo'yicha shakllantirib olamiz. Qanday shakllantirib? Menimcha misol uchun shu birinchi investitsiya kiriladigan loyihalarni aniqlashtirib olamiz. O'zini sohasi bo'yicha aytayotganda mana moliya va iqtisod bo'yicha direktor o'rinbosari ekansiz. Shunday. Bo'lgan ekansiz. Bizning aholi bilan boshqa yalpi ichki maqsadimiz qancha? Umumiy yalpi ichki maqsadimiz qancha? Ichki maqsadda O'zbekiston. shu ishni chiqish bilan Taxminiy yalpi ichki mahsulotni aholijon boshqa topshirish kerak emas. Qancha deb o'ylaysiz? Qanday hisoblanadi? o'zi yalpi ichki mahsulot menimcha o'sha bir yillik davomida ishlab chiqarilgan mahsulot yoki xizmatlarning umumiy statistikasi. Xo'p. Yalpi ichki mahsulot. Lekin aholijon boshiga shu bilan Aholijon boshqa qanday hisoblanadi? shu ishlab chiqarilgan shu umumiy mahsulotning yig'indisida misol uchun. Xo'p, o'shani aholijon boshiga qanday hisoblanadi? Nomidan aytib. Shunday. Nomini yaxshilab aytib. Nomidan aytib turibsiz. Javob bo'lyapti. Hamma savollarni javoblarini Shunday. Yalpi ichki mahsulotning aholijon boshiga qancha deyapman. Savoldan o'zi javobi bor shu o'zi. Qanday hisoblanadi? Bilmayman. Umumiy Umumiy aholi umumiy aholi soniga bo'linadi. Shunda kelib chiqadi har bir kishiga aholijon boshiga deyapti. Har bir kishiga qanchadan to'la keladi. Bizga hozir 3,5 ming shunchaga yetdi bir kishiga 100. Eng ko'p kimda? Qatarda, Luksemburgda edi, $90 ming bir yil. Hodisaga 3 ming. 33 ming 39 million so'm. $3092. Bir yilga. Bir yilga bitta odam o'rtacha bizga $3,5 ming pul topadi. bir yilga Bir yil. bir kishi. O'rtacha. Ishlab chiqarilgan mahsulotga nisbatan olish. Shunday. Juda kam. $3,000 bir yilga. Milliy bank tashlagan ekansiz. Birinchi Milliy bank tashlagan. Bank tashladi. Yo'q. Ишнёзов управляющий фонд. Zokirov bilan. Samitdinov. Zokirov Samitdinov. Hozir bizning mahallada hokim yordamchisi. Biz bo'ladi. Hozir topshirgan bo'limimiz bo'yicha loyihalarga ishlaysizda xorijiy investitsiya, investitsiya loyihalar bo'yicha qanday farqlar, qanday tushuntirib berasiz? Shaklim xorijiy investitsiya, hududiy investitsiya loyihalari. Shunday. Mohiyatini qanday sharhlaysiz? Endi nomidan nima chiqsa, xorijiy investitsiya bu shu boshqa mamlakatlardan to'g'ridan-to'g'ri kiritilgan investitsiyami yoki boyagi moliya tashkilotlari mablag'lar hisobidan kiritilgan investitsiyalar xorijiy investitsiyalarga kerak. Hududiy endi respublikaning ichida ajratilgan ma'lum bir loyihalarga kiritilgan investitsiyalar bo'lishi mumkin. Hozir xorijiy investitsiya loyihalariga shakllantirganda
mahalliy investorlarning ulushi hisobga olinadimi yo'qmi? Qanday sal yaqinlashtiring. Xorijiy investorlar deyapmiz. To'g'ri. Dasturlar. Mhm. Dasturlar ishlaysiz. Loyihalar qo'yish. Xorijiy investitsiya loyihalarida mahalliy investorlarning ulushi inobatga olinadimi yo'qmi? Ona boshqa olsa kerak albatta. Iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha qanday tushuncha? Bank sohasida ishlagansiz, moliya yo'nalishi bo'yicha ishlayapsiz. Iqtisodiyot Endi shunda kollejda deganimiz moliya hisob bo'yicha direktor ishladim endi. Ozmi ko'pmi shu ancha tajriba orttirdik kollejda. Kollejimiz faoliyati yakunlanyapti. Vakansiya topshirib turgan joyda. pul nima o'zi? Qanaqa bor? Senga. Pul bu qiymatlikda oldi sotdi o'rtasidagi moddiy qiymatlik deb tushunaman. Bu vositachi bo'lishi ham. Marketing atamasi degan narsa tushuncha. Marketing bu bozordagi harakat. O'sha ishlab chiqarilgan mahsulotni birinchi kunda uning qayerga sotilishi yoki uning bozordagi o'rni qanday, ya raqobat bardoshligi qanday, to'liq bozor o'rgangandan keyin bir mahsulotni bozorga kiritishdan oldin birinchi Ombudsman deganda qanday tushuncha? bu boyagi tenglikda teng huquqlilik adashmasam. Ertaga o'tayotganiga asosizga. Asos. Marketing juda keng boyagida endi ichiga kirib ketsangiz Marketingda o'qigan bo'lsangiz o'sha yo'nalishlar bor. yo'nalishlarni izimdan chiqqan bo'lishi mumkin ancha yil ketdi endi. Eksport deganda nima tushunasiz? Eksport deganda shu ma'lum bir ishlab chiqarilgan xizmatlarni yoki mahsulotlarni boshqa davlatlarga sotish. Maqsad nima eksport? Uchta asosiy omil. Eksport nima uchun? Ya, eksport endi jahon bozoriga chiqish ishlab chiqarilgan mahsulotlarni bu baribir sotish kerak endi. Ichki bozorga ham sotsa bo'ladi. Endi eksport bu mahsulot tayyor valyutada bu. Chet el valyutasi. Keladi. Inflyatsiyami? Pulni qadrsizlanish. O'qitdim. Oxirgi o'qimasangiz asarim Muhammad Yusuf Chiri to'plamlarni bo'ldim. Bir she'r yozasiz. Bir misl. Albatta, qaysi bo'lsin? Mendan nima qolar? Ikki misra she'r, ikki sandiq kitob, bir uyum tuproq, odamlar ortidan nima desa-de, men seni o'ylayman o'zimdan ko'proq. Lola, lolajonim, lola qizg'aldoq. Tog'aymiz. Yo'q, mana boshqasi yo'q. Rahmat. Rahmat. O'zingizni tanishtiring, avval. Men Po'latov Vahob Isroilovich 1986-yil 16-iyulda Obrefonda tug'ilganman. Muhammad Yusuf Ish faoliyatlarim nima maqsadda bizga ish bermoqchi
boshqarmaga. Boshqarmaga o'tishdan asosiy maqsadim hozirgi kunda amalga oshiriladigan mana bu xorijliklarda O'zbekistonga jalb qilish, investitsiyani jalb qilish maqsadida Samarqand viloyatini investitsiya salohiyatini oshirish, investorlarni ko'paytirish niyatida o'tmoqchimiz. Xo'p, bo'limimizning nomi nima? Qaysi bo'limga o'tmoqchisiz? Hozir men o'tmoqchi investitsiya loyihalarini shakllash, dasturlarni shakllash. Ikkinchi, Investitsiya loyihalarini shakllantirish, post monitoring qilish. xo'p, sizga qolganlarga aytilgan savol, O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti qancha? O'zbekistonda yalpi ichki mahsuloti hozirgi kunda O'zbekiston Samarqand O'zbekistondagi 115 Yaqin, ha? shunday. Harakat qilyapmiz-a shu. Xudo xolasa harakat qilyapmiz. Nima savol berasiz? Investitsiya degani nima o'zi? Investitsiya bu bir daromad olish maqsadida kiritish, tikish. Imminni xorijiy investitsiya qilish shart emas. Umuman daromad olish maqsadida yangi loyihaga nimaga sarmoya kirish hisoblanadi. Eksportga qanaqa imtiyozlar beriladi? Eksportga imtiyozlarimiz bordi. Hozirgi kunda yana o'zgarishlar bo'ldi. Hozir aylanmalarni olish uchun eksportyorlarga valyutada 4%, unda 11%dan kredit mablag'i beriladi 1 yil muddatga. Keyin mahsulotlarni xorijda yarmarkalarda qatnashish uchun bo'ynaga apparat jo'natishda uni qoplab beradi. Keyin NDS bo'yicha nimasi bor, 15% ishlab chiqargan mahsulotni eksport qilishga qaytarib berish. Transport xarajati bo'yicha ham bor edi, hozirgi kunda unisdan olib tashladi. Nima uchun shu imtiyozlarni olib tashladi? Imtiyozlar rivojlangan mamlakatlarda transport xarajatini qoplab berish degan narsa yo'qligi uchun Yo'q, nima uchun sabab? Hayır, biz rivojlangan mamlakat emasmiz. rivojlangan mamlakatlarga kiryapmiz. Rivojlangan emas, Rivojlanayotganga kiryapmiz, shu uchun olib tashladi. Nima uchun? Endi avval 50%, 70%gacha qoplab berish bor edi. Shu buning asosiy birinchi sababi o'rganilganda shu bo'ynagi rivojlangan mamlakatlar, rivojlanganlar o'rganib chiqdilar, xorij tajribasini kelib chiqib olib tashladi. Yo'q, nimaga olib tashladi? Biz ham ularga qarab tashlashimiz kerak. Undan tashqari bo'ynagi bizga imtiyozlar, boshqa imtiyozlar beryapti. GPS Yevropaga kirish bo'yicha. Jahonda tartibga a'zo bo'lganligi uchun GST shunda 6300 nechta GST lekin GSTga shunda yani. Ha, Qo'shlovodda qanaqa loyihalarni shakllandi? Qo'shlovodda hozirgi kunda 3 ta yirik proyekt amalga oshiryapti. Qo'yilgan investorlar tomonidan. Bittasi Sitongstone. Loyiha qiymati $50 million, hozir $15 million. Loyiha 3 yillikda 24-27 ga rejalashtirilgan birinchi bosqichi. Hozir $15 million investitsiya kiritib, may oyiga ishga tushish rejalashtirilgan. Ikkinchisi Fujian. Fujian korxonasi uniki $30 million, hozir $10 million investitsiya kiritib, $10 million ziyoddan kiritdi. Avgust oylariga ishga tushishga rejalashtirilgan. Uchinchisi Summit Building G'ishzavod. G'ishzavod proyekti $5 million, hozir $3 million kiritib bo'lgan. Hozir qurilishlar boshlangan ham o'zaro bilan 2-3 oyda g'isht ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi. Kuniga 200 mingta g'isht ishlab chiqarishni rejalashtirgan ko'mir ishlab chiqaradi. Ko'mir Qozog'istondan olib keladi. Savol bering. Hozir ham boshlangan bo'limimizda qanday siz rejalarni bilasiz? Rejasi boshqa musiyatsiga. Satishlar yuqori. Qanday qilsak, qanaqa g'oyalar, qanaqa takliflar bor? Albatta, kelishdan birinchi maqsad ana shu belgilangan rejani bajarishni ortidan bajarish. O'zimizga qo'ygan rejalarni ana shu xorijdan keladigan ko'p investorlarimiz kelyapti-dagin, ko'plari kelyapti-dagin. Shunday holatlar bo'lyapti. Unga yordam beradigan hujjatni tayyorlashga yordam beradigan odam topilmayapti. Yoki noto'g'ri yo'nalishga. Birinchi maqsadda har bitta keladigan investorni biz o'zimiz kerak bo'lsa
Bunaqiday ularni uchrashib, gaplashib, bir xil ulardan investorlar menga gaplashganda taklif qilgandi. Shu bitta kerak bo'lsa частный firmani qanaqadir ochinglar. Keyin investorlar o'sha firmaga boradi, o'sha firma olib polni bunaqa noldan patkilish hujjatlar tayyorlab beradi. Consulting kompaniyasi. Bu o'rtada investorlar sarson bo'lmaydi, vaqtdan ham yutadi, har tomonlama yutadi. Birinchi o'rinda o'sha narsa. Lekin boshqa viloyatlarga borgandan keyin o'sha narsa bo'lgandan keyin Samarqandga solishtirib qilmoq ketadi. Boshqalarga borish shunaqa qiladi. Bizda keladi-ku, o'zi yagondachiga boradi, noto'g'ri tushunadi, bu yoqqa boradi, ichki kuyib ketadi to'g'risida. O'sha konsalting firmasiga borsa, patkilish topshiradi, ularga hammaga ma'lum. Vaqtdan ham yutadi, mablag'dan ham yutadi, hamma tomon. Sarfdan garchi. Birinchi o'rinda investorni ishlab qolish emas. Ikkinchi o'rinda ana shu 16 ta shahar ma'muriyati degan bo'lsa, har bittasini investitsiya loyihasi o'ynaga jozibadorlik nima? Investitsiya kirish proyekti. Qanaqangi zaxirasi bor? Birinchi o'rinda bo'lishi. O'sha tumanga qanaqangi bizlar proyekt qilishimiz kerak. Kecha misol uchun bitta investor bilan gaplashyapman. Menga loyiha aytinglar qanaqangi. Loyiha qilsam bo'ladi. Taklifni belgilab ko'p chiqaman, mutaxassis olib loyiha qilaman deyapti. Har bitta tuman o'zini ana shu loyiha paketlarini salohiyatdan kelib chiqib, birinchi o'rinda xomashyosi, o'sha tumanda qanaqangi xomashyo bor, nima loyiha qilsa bo'ladi. Ikkinchi o'rinda o'sha tuman salohiyati. Keyin har bitta tuman o'zini investitsiyaga jalb qilish bo'yicha nimasini, loyihalarni tayyorlab berish kerak. Loyiha shuni tayyorlab berish kerak, qancha xarajat qiladi, qancha ketadi, qancha vaqtda mana xarajatni chiqaradi, nima bo'lish kerak-da? Teoriyasi. Nimasi? Hujjatni tayyorlash kerak. Samaradorlikda investorlar misolida tushuntirib bering. Samaradorlik. Investorlar misolida samaradorlik bu degani foydalilik. Har bitta ishlab chiqarishga tikadigan mablag', mablag'-ku, yerda ishlab chiqargan mahsuloti foyda, ko'p bo'lsa samaradorlik. O'sha narsani o'zi samara beradi. Investorlar misolida degani, masalan, Qo'shrabotga Titanstone bordi. Bu borishi bir samara hisoblanadi-da. Borib, bilan muloqot qilib, birashda yurib, bo'lgani o'sha yerda zavodni qurishi bir samara. To'g'ri. Savol. Davlatga o'rgan berilgan loyihalarda ishlaganda buni eksportga qanaqa ta'sir bo'ladi degan foyda tegadi. Eksportni men ko'p nima qilaman ana shu narsani, har bitta tuman eksportga chiqarish uchun eksportyor bilan emas, birinchi o'rinda loyiha qilish kerak. Loyiha qilsa ishlab chiqargan mahsulotni o'sha eksportga chiqarish, shu bilan eksportda masala qolmaydi. Mana misol uchun Qo'shrabotda biz 3 ta proyekt qildik. Xudo xolasa, shu ishga tushgandan keyin yilda eksport bo'yicha chiqarib uchalasi ham risham eksportga chiqadi. G'isht Qozog'iston eksport qiladi. Qozog'istonda buni sheriklari bor. Bozorimiz to'ymaydi. Talab yuqori. Yo'q, ichki bozor ham bor. Bir kunda 200 ming tashib chiqadi. Shunaqa tuproq solib tayyorlashib chiqadi. 200 ming. Tuproq zaxirasi hozirgi kunda 3-6 gektar zaxirasi bir 6-7 yil ketdi. Undan tashqari yana 30 gektar karyer. Ana uni nimada toshni tuproqni olsa tog'lar qamayib ketadi. Hozir tog' emas, tepaliklar bor, tuproqdan oladi. Tuproqni olgandan keyin tekis bo'ladi. Tekis bo'lgandan keyin ichidan to'g'ri bo'ladi. U qolgan joyini keyingi proyektlardan farq qiladi. Keyin kovlidan tuproqni ishlatib qolgan joylar farq bo'ladi. Gaza blok, pina blok yoniga yana ishlab chiqarish qiladi. O'zbekiston talab yuqoriligi bo'lgani uchun hozir qurilish korxonasini tergov bo'lyapti. O'sha Xitoyda kачественный, sifatli gaza blok, pina blok bo'yicha ishlab chiqarishni taklif qilgani uchun hozir bu loyihasini ham qilib, g'izotga tushgandan keyin bunisi proyekt boshlanadi. Undan keyin keyingi yilga pardiga qiladi. Undan tashqari o'sha nima kovlagandan keyin suv sathi yaxshi chiqadi-ku. Hozir hamma nima o'tyapti-ku? Qadoqlangan suvga, bezga suv ishlab chiqarishdi. Yaxshi. Rahmat. Yana bor. Baratlich, komishinchi yilda qo'yilgan, 28-Toshkent viloyati bilimlari, buxgalteriya
Misol bu audit mutaxassisligi bo'yicha hozir Samarqand tuman parrandachilik mahalla fuqarolar yig'inida hokim yordamchisi lavozimida ishlayapti. Hokim yordamchi ishlayapti. Nima ketdingiz anadan Sakrashin. kim qoluvdi yo'qdi? Yerda Mehrosh. Hozirda. Siz bilan birga ishlagan paytda nima qoldi? Fayoz qoldi. Bir kishi qoluvdi. Shunday Men keldim. Ya turdim filmda. Men keldim. Til bo'yicha. Xo'p, qanday o'zi Samarqand tumanida ishlash qanday edi? Yaxshi bo'ladi. Bo'ladi yaxshi. Nechta ishda keladi? Ishgami? Shu vaqtida 9dan. 9da. Xo'p, qayerda turasiz? O'zim Nurobodda turaman. Nurobodda. Qatnadingizmi? Bu yerda qatnadim. Hozir bu yerda ham sharoitim bor. O'zi qayerdansiz? Nurobodda. Nuroboddansiz? Shaharda turasizmi, Nurobodda turasizmi? Shaharda ham sharoitim bor. Bu Bolalarim Nurobodda. Samarqand tumanida parrandachilik qatnaysizmi Arkin? Hozir qatnayman. Yaqinda Nurobodda qayerdansiz? Anjirlar. Ichkaridanmi? Boyagi Nurobodga buriladigan joy bor, Sariqulda. Ha, Shunda turaman. uncha uzoq emas ekan. 20 metrlik. Turasam ustida turaman, 20. Xo'p, endi sizda ham savol. O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti qancha? 25-yilgi prognoz bu. Prognoz toshningiz kerakmi? 243. Qancha? Nima? 243 trillion edi-da. 140 trillionimiz dollarda qancha bo'ladi? Milliard. 300 milliard bo'ladimi? 300 milliard joy kam emasmi? 24 aytibman, lekin 25 38 million aholiga 30 milliardi juda kam deb ketyapti. Boshqa mingdan chiqadi. Boshqa mingdan kamdan kishi boshqa mingdan. Siz qaysi bo'limga topshirdingiz? Samarqand shahriga. Bizda vakansiya berganmisiz? Samarqand shahriga topshirgan bo'lyapsiz. Aytmasam. Qaramaysiz-a? Ularni majburiyatigacha yozib qo'yaman. Viloyatda bo'lim boshlig'iga topshirgansiz. Bo'lim boshlig'i edi lekin. Nechta qaysi bo'limligini bilmaysiz. Bo'lim boshlig'i deb yozilgan edi, Samarqand shahar deb yozilgan. Investitsiya chiqmasa, o'zingiz skorum topshirib olgansiz. Qaramay. Palataga ham ishlagansiz, a? O'zim protestda ham ishlaganman. Qanday ishlardingiz? Yoqardimi sizga? Unda Samarqand tumanida ishlash? Samarqand tumanida yaxshi, ha? Sharoitlar hammasi Hammasi yaxshi. Endi men Nurobodda ishlaganman-da hisobda. Endi Nurobod bilan Samarqand tumani osmoncha yerchi farqi bor. Nima bilan farq? Masalan, iqtisodiy jihatdan, keyin masalan, loyiha gaplashgan bular. Muloqotda ham ancha yaxshi. Masalan, kamsiz emas-ku, bu yerda sal rivojlangan, nimaga qarab o'zlari ham xabardor ko'p narsa. Endi yergilik tadbir. Yergilik tadbir ko'p. Ha, shunday-da. Samarqand Nurobod tumani Samarqand tumanida nima kam joy bor? Resurslardan foydalanish, investor jalb qilish. Hozir Samarqand tumanida sotilgan yer bormi-yo'qmi? Deyarli yo'q. Yo'q. Katta yer yo'q. Siz Nurobodda Samarqand tumanida ustun taraflarini o'tkazayapti. Ustun tomoni endi masalan shaharga yaqin. Nurobodni Ha, Nurobodda ustun tomon. Ha. Nurobodda endi yer katta, birinchidan katta tumanlarimizdan so'ng, keyin resurslar ko'p, qazilma boyliklar, nimalar. Endi masalan Valfram, uran chiqadi, o'zidan ham uran ham chiqadi, keyin tillakonlari bor. Tillakonlar sal maydaroq, lekin bor-da. Keyin masalan asosiy qismi yer katta yer hududiga ega. Ko'p joylar bilan chegaradosh. Asosiy endi Nurobodda eng katta qazilma boylik shu uran hozir. Juda katta uran zaxirasi bor. Yeri bor. Samarqand tumanida ham ustunroq joylar bor.
Samarqand tumaniga Samarqand tumaniga qaraganda deyapsizmi? Samarqand tumaniga qaraganda keyin masalan shunday nimasi yo'q, lekin shu hozir aytganlarimiz shundoq aholisi endi undan kam ekan birov mehnat resurslariga keladigan bo'lsak kamroq. Asosan shu qazilma-o'yinlari bilan ustunlik qiladi, yeri bilan. Hozirgi momentda mana erkin suv zonalari bormi? Bor, tozalagan filiali. Shu zonada sharoitlar qilingan. Sharoit, hamma sharoit bor. Samarqand tumanigacha bo'lgan masofa shahar sentri markazidan bu yergacha bo'lgan masofa qanchalik farq qiladi? Deyarli farq qiladi. Farq qilmaydi u yerga. Chunki Samarqand shahar yaqin ko'rib. Lekin nimaga u yoqda hamma borib qilmayapti? Endi transport masalan sal uzoqroq transport trassani ustida joylar ham bor, Nurobod katta-ku. O'sha endi menimcha shu bitta men tomoni men o'ylashimcha temir yo'l bu yerda yo'q. Yaxshi bitsa kerak, chunki transport xarajatlari ko'p bu yerda. Bu yerda yaxshi, bu yerda. Solishtirib ko'rganman, deyarli bir xilda. Shunday. Natijasi bo'lsa dasturlar. Ishtirokchisi kerakmi? Yo'ldosh Rahimjonovich 92-yilda tug'ilgan. Samarqand davlat universitetini iqtisodiyot mutaxassisligi bo'yicha tamomlagan. Hozirgi kunda Samarqand tuman hokimligi Badal mahalla fuqarolar yig'inida hokim yordamchisi. Samarqand tuman Badal mahallasi hokim yordamchisi lavozimida. Ha, bu tomondan Kasalxonda o'tgandan keyin. Bu tomonda. Aylovdan chegaradoshdan chiqib. Trassajda turadi. Bu hokim yordamchisining oldin nima ish qilgansiz? Agentlikda ishlagan. Qaysi agentlik? Samarqand shahrida Qaysi? yoshlar yetakchisi bo'lib ishlagan. Nega yo'ldan ketdingiz? Hokim yordamchisiga o'tdingiz. Endi nima bo'ldi-da? Taklif bo'ldi shunday. Tezkor bo'lib suhbatdan o'ta olasan. Yaxshiroqmi agentlikdan ko'ra bu yoqda? Endi ishni tanlagan odam ishlolmaydi hech qachon deb o'ylayman. Yo'q, Endi yoshlar yetakchisi. Sen yoshlar yetakchisiga nisbatan hokim yordamchisi o'sha salonmaroqda vazifa ko'proq bo'lgan bilan, lekin tadbirkorlar bor, nimalar bor. Xo'p, SAMGU tugatgansiz. SAMGU ekonom fan. Bilasizmi? Ish juda qiyin. Eng qiyin o'qigan paytda diplomatlardan baland bo'ldi. Ya baland edi. Именно shu ekonomika bo'yicha sal talab ko'p edi-da. iqtisod jihatdan savol bersak sizga ham hammaga berayotgan savol. Yalpi ichki mahsulotimiz qancha? Yalpi ichki mahsulot endi nima nisbatan? Foiz nisbatanmi yoki? Yo'q, qiymat qancha? Taxmin, model qancha? Taxminan baribir shu. Aholijon boshiga qancha ma'lum? O'zingiz ma'lum degan aholijon boshiga qancha deb o'ylaysiz? Yo'q, ko'p bo'lsa kerak. Qancha aholijon boshi deganda nima tushunadi? Aholijon boshiga har bir kishining nimasida o'zini iqtisodiy tomondan ishlaydigan daromadligi. Shu qancha deb o'ylaysiz O'zbekistonda? Statistik ma'lumotlarni ichga kirganim yo'q. Eng ko'p qiymat Osiyoda ichki mahsulotlar aholijon boshiga eng ko'p kimniki deb o'ylaysiz? Hozir endi bu o'zimni fikrim nimaniki bo'lsa kerak-da, Turkmanniki bo'lsa kerak. Nimaga Turkmanniki deb o'ylaysiz? Bu yerga savdo sotuv hajmi katta-yu, narxi sal kam-ku.
Shu bo'yicha ham, aholi kamding. ha, shu bo'yicha ham nima bo'lishi Aholi mumkin? kam bu davlat ko'p emaslarda, men gaz ko'pda, hisobga deb o'ylayapti. Shunday. Lekin baribir bizdan past ular. Qozog'cha, qozoq. Qozog'iston ikkinchi o'rinda. Qozog'iston 3-4-chi o'rinda. Bizdan pastmi Qozog'iston? Bizim tashqi savdo ko'p shunga hisob beryapti. Va tashqi nimalar ko'p, hozir kim bo'ladi? Bizda ko'p ham. Enter Machinery servislarni nima ishlagansiz bu? Qanaqa korxona? Line Bular kompaniyalarda ham bular ishlagansiz. частный kompaniyalar. Nimalar qilgansiz? Bu yerda Yuk tashuvchi avtomobil haydovchilar bo'lgan ekansizlar. ular Qayerlarda haydagansiz? Междугород, Majligorodmi yoki O'zbekiston ichidami yoki Yo'q, davlatlarda? davlat Междугород. Qayerga? Yevropaga borib Yevropaga emas, основной bizniki Rossiyaga borib keladi. Rossiyaga o'z eksportga narsalarni olib borgansiz. Shunday. Qancha Nimaga vaqt degan- borasiz? Birinchi pensiyaga borasizlarmi? Pensiyadan o'tib mas'uliyatga bo'ladimi? Просто endi qanday desam, o'z shartnomasi qanday qayer bilan bo'lsa, основной bizlar intern nimasi, o'zining nimasi bor-ku yo'q-ku. Aerialning bazalari bor-da. Eriyanikimi? Ha, Ha, shunga ishlagan. Buravoy nimalarni nima qilardik-da. Uni o'zbek Amerika qo'shma korxonasi ekan. Bu savdo tur. Ha, bunga ham avtobus haydovchi bo'lgansiz. Bu tur Firma firma. haydagansiz. O'ziniki edimi samasmi? Samasini o'zimizniki. Shu yerda qarasangiz ham Bagam Lux nima firmamiz bor edi-da. O'shanda ham direktor lavozimiga nima qilgan edik. Ha, nimaga deganda Samasini o'zimizniki, o'zimiz haydab nima qilardik-da, shofyorlarni qo'yib. Foydasi yaxshi emas edimi davlat ishi? Endi bu odam davlatni ishiga kirib nima qiladi-ku? Shuncha o'qidi endi shu soha bo'yicha ketmasa, Hamma gapirib. 92-yil bo'lsangiz nechinchi yilga kelgansiz? 2018. Sal kech Kechmi? Unga kech kiribsiz. 2010 kollejni bitirib 2018 man nimaga kirgan. Qaysi kollejda o'qigansiz? Samarqand nimada? Agrotexnika. Texnik texnolog. hozir hisob qilgansa nasionallashtirish bo'yicha ham shunchaga ega bo'lsangiz kerak. Ha, ancha. Konstitutsiyani o'zgarish qilyapti, moddalari bo'lim bor. Nechta nimalardan iborat moddalar? Hozir oldin 30 ta qo'shildi, 155 ta bo'ldi. 28 ta bu 6 ta bo'lim. 28 ta bob bilan 6 ta bo'lim. 155 dan bor. Avvalda ishdaydi. 105 ta, 127 ta shunday. O'zbekiston ishlagan bo'lsa ishdaydi. Yes, kamroq qo'shildi. O'rtasi 2 plus o'rtasi 6 bo'ladi. Endi baribir hayajon bo'lyapti-da. Hayajon bo'ladi-da. Agar boshqa bir shay aytyapman. Nechta partiya bor? Partiyaga a'zo ekansiz. Partiyada Milliy tiklanish. milliy tiklanishmi? Partiyalar hammasini bilaman, lekin hozir nima qilmayapman. Yo, bilaman. Qayerga lavozim topshirgansiz, bilasizmi? Ha, Qayerga topshirdingiz? Bizning boshqarma nomi nima? Boshqarmada. Qanaqa bo'lim? investitsiya bo'yicha sanoatni nazorat qilish, past sanoatni nazorat qilish bo'yicha. Qanday nazorat qilish kerak? Nazorat. Xudo xolasa agar shu lavozimni ishini topshirasizlar-ku, men o'zimga o'ylayman. O'zimga javob bera olaman. Baribir mehnat kodeksida ham yozilgan, 3 oy sinov muddati bo'ladi. 3 oyning ichiga tortib ketib yangi innovatsion nimalarni qilib, nima qilishga men o'zimni, qanday desam, uverенность bo'ladi-ku. Innovatsiya deyapti. Innovatsiya bor payt. Endi misol uchun o'zi mana bizda oldin samasval bor edi. Hozir mana yangi nimalar kirib kelyapti. U ham bir innovatsiyadir. Misol uchun 50 ta qilsak ekan, shu narsani Междугород qo'ysak ekan,
texnikalar bo'yicha. Mana hozir yevrolar kelyapti, ularni mejda gorod qo'ysa agar, shu ham bir innovatsiyada o'sha. Ham bu Xitoydan. Bizlar aslida Xitoydan men o'zim bo'lib kelganman. Telegram payti. Ulardan borib olib kelardik. Xargusdan nima qilib kelardik? Xargusdan haydab kelardik, nima qilib? O'zim ko'p bo'lib kelganman. Xargusgacha qancha vaqt ketadi? 2200 kilometr o'zimizdan. 2200 kilometr bizlar olib kelib, yallama olib o'tardik-ku. Tamojaga qo'yib, keyin Samarqandga keldik. Или прямой Samarqandni o'ziga olib kelardik. Yuk mashina, avtobus, основной, qanday desam, Xitoydan olib chiqib beradi, neytralniy zonagacha, Xargus nimasigacha o'zi odamlari bordi. Bizlar shu yerdan qabul qilib olardik. Nimalarni, o'shalarni keyin olib kelib. Endi shu основной shu soha-ku, shuning uchun shu sohani aytyapman-da men. Rahimjonlar, ishtirok etuvchilarni Mana, charchadim. dasturdan ma'lumot berdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yakubov Ahmad Ahmadaliyevich 1975-yilda tug'ilganlar. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida tugatganmisiz? Mutaxassislik darsida o'qiyapti. Birinchi Zootexnika deganmi? So'zingizki iqtisodiyot keyingiz. oxirgi ish joyidan bo'shagansiz mana. Monopoliyadan bo'shaganman, o'tgan mayda bo'shaganman. Sakrashing emas. Oylik kamil qilib, chasni taklif bo'ldi, chasni ketdi. Monopoliyada oyliklar yaxshi, raqobatga qarshi kurashish bo'lmaydi. Oyliklar bizga Endi yaxshi bo'ldi. Necha ishlagansiz? Ultimayga ishlaganman. 22-24 Tayyorlaymiz. Anında hesap sonuçlagan ekansiz. Ko'p ishlagan. Reklama faoliyati tartibli solish bo'limlariga. Yo'q, reklama emas. Siz boshqa qilmayman. Reklama faoliyati tartibli solish. Endi shunaqa endi birga. Noto'g'ri reklama degani nima? Qanaqa misol keltiradi? Noto'g'ri reklama, misol uchun tovar xususiyatlari bo'yicha yolg'on ma'lumot berish, bo'rttir ma'lumot bersa, misol uchun o'sha tovarning asliga haqida shubhaligi farq qilsa, noto'g'ri reklama bo'ladi. Reklamaning o'zi o'sha tovar haqida ma'lumot odamlarga ahvol yetkazishda, reklamaning mazmuni o'zi. To'g'ri ma'lumot yetkazish ma'nosi. Qanday uni tafsilotlar Reklama faoliyati o'zi qonun bor, reklama o'zi qonun bor, o'sha tafsilotlar munosabatlari. Ya subyektlar, obyektlar munosabat hammasi o'zgaradi. Qanaqa bo'ladi, necha minut reklama berish kerak, qanaqa tartib berish kerak, shakli qanaqa bo'lishi kerak, tili qanaqa bo'lishi kerak, hammasi bor. Demoqchi bo'lganim tartibga solish, masalan, bizada STV kanalini oladigan bo'lsak, reklamalar, kinolar orasida, misol uchun, ko'rsatuvlar orasida reklamalar qo'yiladi. Minutlari ko'payib ketadi. Davringizda biron marta shu tartibga solish bo'yicha biron bir qilgansizmi o'zingizda? Men boshqa ish bilan shug'ullangan, reklama bo'yicha boshqa mutaxassis shug'ullangan. Menda ishim uy-joy, kommunal, transport sohasida iste'molchi himoya qilish bo'yicha shug'ullangan. Asosan ishim kommunal bo'lgan. Reklama alohida mutaxassis shug'ullangan. Misol uchun o'shanaqa holatlarda ko'rsatma berilgan. Bajarish majburiy ko'rsatma berilgan. Deb mutaxassisdan oldim. Mahsulotlarga 2024-yilda $115 milliard dollardan oshdi. Birinchi marta shu 115 dan o'tdilar farqda. qaysi bo'limga tortilgansiz? Urgut tumanida ekspresslarni salohiyatini rivojlantirish bo'yicha. O'qimaganman, lekin qonun borligini bilaman. Chekilmaganman qonun. Eksport bo'yicha topshiribsiz. Eksportdan o'zi eksport nima? Eksportdan maqsad nima? Eksportdan maqsad valyuta tushirishda eng birinchi korxonani eksportdan manfaatdorligi birinchi o'rinda valyuta tushadi.
valyuta hisobida foyda kattaroq chiqadi. O'zim tajribam bor, eksport bilan shug'ullangan, korxona rahbari bo'lganman. Abiyaga ham turibdi, Balanchali tekstil degan korxona bor. Shu yerda o'zim eksport bilan shug'ullanganman. 8 oyda 2 millionga yaqin eksport qilganman dollarga. 2020-yilda. Xitoyga, Polshaga, Rossiyaga keladi. Tajriba bor, ishlaganman, qanaqa qilishga, nima qilishga bilaman hammasini. Urgut haqida endi Urgut bizga yonma-yon tuman. Urgutda ham ichki sanoat zonasi bor. Ishlab chiqarish ko'p bu yoqda. Bu yerda ko'p hali tegilmagan joylar ko'p bo'lsa kerak. Lekin Urgutda realniy salohiyati asosan quruq mevani yaxshi shug'ullanadi. Ular hech kim qilmagan paytda Urgut xalqi quruq mevani shug'ullanadi. Mayiz bilan, turshak bilan, quruq mevalarni shug'ullanadi, eksport shug'ullanadi. Hech kim qilmagan paytda. Ular azaldan eksportchi Urgut xalqi o'zi asli. Oddiy misolda bu. Endi hozir yoniga ishlab chiqarish qo'shildi. Hozir misol viloyatda ishlab chiqarish korxonalarining eng ko'p Urgut tumanida bo'lsa kerak deb o'ylayman. 350 atrofida ishlab chiqarish korxonasi bor Urgutda. Hali bu 10% eksportga mahsul chiqaradi. Mana shundayda endi o'zim taxmin aytyapman. Kirmagan buni, просто bilganim uchun aytyapman. Ishlamagan, bilmayman-da uni realni. Lekin qilsa bo'ladi. Yo'q joydan Bangkok korxonalaridan chiqarganman shuni. 3 oyda chiqadi eksportga. Qilsa bo'ladigan ishlarda alohida shug'ullanish kerak. Har bir adresni shug'ullansa, muammosini o'rgansa, muammoni o'rganib o'sha joyga yetkazib borsa, misol uchun chetga nima kerak? Arzon va sifatli mahsulot kerak. Ikkovini bir-biriga uyg'unlashib bersa, qardosh chiqadi mahsulot. Hozir davlat tarafidan eksportga chiqqan muammo yo'q. O'zimiz tarafida, O'zbekiston tarafida. Hamma sharoit qilingan. Sertifikatsiyasi bor, logistikasi bor, yo'l ochiq. Haligi elektron portallar ishga tushgan. Hamma narsa elektron bo'lganda, bo'lmasa ushlab olish mumkin misol uchun. Chiqarishga muammo yo'q, faqat maqsad chetdan klient topish kerak, xarid topish kerak chetdan. Topsa bu yerda bari oson O'zbekiston uchun. Faqat topish muammo. Topishga endi to'g'risi chet haligi elchilarga topshirib bordik biz ishlagan paytimiz. Menga taklif chiqardi, falon joydan biz ishlayapmiz elchixonada. Kerakmi sizga klient olib beraymi degan mazmunda bo'ladi, gaplar bo'lardi-da. Shunaqa bo'lib bergandi biz ishlagan davrimizda. Har bir elchilarga davlatlar sohani bo'lib bergandi. Faqat xarid topish kerak eksportga. Boshqa narsa emas. Yo'q, hozir uni bilgindi. Bizda ishlagan davrda, misol uchun bir tonna tola 1180 dollar turgan bo'lsa, biz 1995 dan sotganmiz kalamani. Bu endi bitta zanjirda toladan 2 kalava chiqadi. Agar 2 kalavadan motor to'qib, tayyor mahsulot chiqib, tayyor mahsulot chiqarsa 2 dollar emas, 5 dollar bo'ladi 1 kilo tolada misol uchun. Zanjir qancha ko'p bo'lsa, yetib shuncha foyda katta bo'laveradi. Yo'q, bu yerda men yo'lga qo'ygandan keyin boshqalarga chiqib qoldi gap. Ha, men bank nomida ishlaganman bor. Hech kim bormagan joyga ham obod qilganman. Obod qilgandan keyin talashib ketgan. Shunaqa bo'ladi. Siz Urgutdagi korxonalarni taniysizmi? Ko'plarni bilaman. Jamshidlar yaxshi bilaman misol uchun. Haydarlar, gilam zavodlarni yaxshi bilaman. Endi o'zimiz yaqin biza, Shoplar degan mahallada yashayman. Yaqinmiz. Ha, 17 kilometr uyimdan Urgutgacha, markazgacha. Har kun qandaysizlar? Har kun borib ketish mumkin. Shoplardan. Biz korxonalarni ayniqsa odamlar bilan korxonalar bilan yaxshi muomala qila olasiz. Qila olaman, tajriba bor. Bunaqa masalaga hech qanaqa noyob yo'q. 30 yil ham ishlayapman xizmat to'g'risi. Bizlarning ish anonsi vaqtlari sog'lanib bo'ladi. Sizlar bo'yicha masala yo'q. Manda yo'q. 6-7 dan ketish. Yo'q, unaqa emas. Men davlatda ishlaganman. Gap to'g'ri 9 da uyga borsam, dadam hayron qolganlar menga. Bu ishga bormadim debdi. Shuning uchun bizda bu vaqt soatga haqida masala yo'q. O'rganganmiz, pishganmiz, shu ishga pishganmiz. Ha? Men kelin tushirganman, qizimni uzatganman. Nevalar bor, o'g'ilmiz joyga qo'yganmiz. Ikkita qolgan. Ikkita qo'ygan. Savg'irlar birinchi reklama urdilar mana.
shug'ullanganman-da, qilsa bo'lar ishlardan. Faqat Ular lekin bo'yicha ham shug'ullangan. individual shug'ullanish kerak. Davlat ham shug'ullanganman. Yaqinda ishga bordim deb aytdim-ku, Samarqand tumanida bitta akaga zavod qurib berdim o'zim. Xitoydan olib kelib, Qaysi ularni zavod, qaysi? Shuhrat Amonish taniysizmi? Shavkat akaning akalarini. Ha, no penoblokmi? Yo'q, bazalt. Bazalt minat chiqargan zavod. Tushmadi-ku. Yo'q, hali tushmadi. Ko'rdim u. Qancha pulmoqda? 8 million dollar olib chiqdi. Shunday U 1150 dollar Islom bankidan oldik, bankdan o'zimiz. bankdan olgansiz. Ha, 1 million 150 ming dollar oldik. Qolgani shaxsiy mablag'dan. Yana u Arabiston tarafat, Arabistondan Islomiy qilib oldik. Islomiy bo'lsa, Islomiy qilib. ular ana oddiy ishlamagan bo'lgan. Endi hoji bo'lganlar-da. Ya endi bildilarda. Ha, hozir. Ayrim maslahatlar yo'q. Ha, hoji bo'lganlar uchun nima qilasan degan turib olib yurganman, hammasini qilganman, olib kelib o'rnatib, sertifikatsiya qilib Qanday kim oldi? Siz shug'ullansangiz boshqa o'zim shug'ullandim. Qanday Alisher aka tanish edi. ta'sir kerak? Mana bu transparent rahbari. Ha, Alisher aka orqali chiqib, ha, bank orqali yordam ko'rgansiz. To'g'ri. Hozir bu yoqda kim ishlayapti? Boshqa odamga berishyapti. kuyovlariga berdi. Kuyovlarga berdi. Yaqin ishga tushiraman deyotgan. Kuyovlariga berdi. Buldagi rahmat sizga. Sog' bo'linglar. Mayli. Toshtemir Bektemir Tursun Murod o'g'li 95-yil tug'ilgan, Samarqand iqtisodiy servis instituti xizmatlar sohasi tovar ekspertizasi xizmatlarini tashkil etish mutaxassisligi bo'yicha tamomlagan. Hozir kunda tuman hokimligi tuman hokimi o'rinbosari investitsiya sanoat ishlaganmiz. bo'lim boshlig'i Ishlayapman. 2 yil. kotib texnika Ha, personal bormi bunda? kotib sokrasheniyaga tushmadi. Mutaxassis faqat tushdi hayotida. Bosh mutaxassis tushdi. Kotibiyatda Так, qachon tugayapti siz kabinetini? 2022. 3 yil bo'ldi tugatganingiz, shundaymi? 95-yil siz. Sentyabrda byuroga chiqib ketdim, sentyabr. 22-yilda. Vizasi deb yozganmiz. Ekspert. Ya'ni mutaxassis. Nima ish qilasiz unda? Hokimiyatda nima bilan shug'ullanasiz? Bo'limdan shu qarorlar, xatlar, keyin pasportlar bilan shug'ullanaman. Pasportlar, loyihalar pasportlarini qilaman. Hammasini o'zim. Keyin shu aktlar bo'yicha, aktlar bo'yicha imzolatish, huquqlarni qilish bo'yicha aylantirib tashkilotlarga aylantirib imzolab. Shu nima Nurdin akalar nima yordam qilaman, buni bajar desa turaman. Misol, eminni ichiga kirib vazifani yuklab ana qilamiz-da, misol. Nima topshiriq bersa bajaramiz. Ha. Tovar ekspertiza deganda nimani tushunasiz? Nima bilan shug'ullanish kerak? Tovar ekspertiza o'zi mutaxassisning shu ekspert tushunadi. Ekspertiza degani tovarni bir davlatdan boshqa davlatga eksport qilish, ekspertiza, ekspert deyiladi. Lekin tovar ekspertizasi deganda u bir mahsulotni umumiy olganda jami ekspertga loyiqmi, loyiq emasmi ko'rib tekshirib chiqib, Nimaga loyiqmi, loyiq emasmi? o'sha sotishga, eksport qilishga loyiqmi, loyiq emasligini tovar ekspertizasi ko'rib chiqadi-da jarayonni. Eksport bilan ekspertni Ekspert yozib kelasiz bir qilamiz. yo'q. Eksport eksport chet davlatga eksport qilish, bir davlatdan boshqa davlatga eksport o'sha mahsulotni anasini faoliyatini o'rganish. To'g'ri. Viloyatda nechta tuman bor, nechta shahar bor? 16 tuman bor. Necha shahar bor?
shahar Kattaqo'rg'on shahri bor, Samarqand shahri bor, Xo'p. Umumiy nechta shahar tumanlar umumiy? shahar uchta bo'lishi kerak, tuman olmaz. 19 ta. ikkita xitoylik tadbirkor bor. Xitoylik tadbirkorlarmi? Endi o'sha qarordagi loyihalarimiz 7 ta, xitoylik tadbirkorlar bittasi hozir qop ishlab chiqarish bo'yicha Jang degan xitoylik keldi, u kuni ham yana qaytib ketdi. Qop mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha loyiha qilyapti. U yana boshqa dom qurish, yana bir ikkita loyihalar keyin amalga oshiramiz deyapti. Hozircha o'sha loyihasini hamma nimasi bo'lgan, keyin pul investitsiya ham kiritdi. Bankdagi bitta xodim Siz akt bilan ham shug'ullanaman deysiz. Ishga tushgandan keyin akt necha kun muddatda rasmiylashtirish? ishga tushgandan keyin bilan o'zi odalar nasıl tartibga solinadi? Bilasizmi? qaysi nimasi bilan deysiz? Masalan, akt bas to'g'rimi? Imzo qo'ydiraman deyapti. Qaysi tartib bilan tartibga solinadi? Qaysi normal hujjat bilan tartibga solinadi? Rasmiylashtirish necha kundan keyin o'sha aktni rasmiylashtirish kerak? Ishga tushgandan keyin loyihalar. ishga tushgandan keyin shu 15 kunlarda nima qilamiz? Endi imin deb nosga to'xtalganmi yo'q? Ertaga qachon hazır bo'libsiz? Bayroq qachon qabul qilindi? 1992 yil. Toshkentda ishtirok etdi, Bektemir ishtirok etdi uchun katta rahmat va qo'shimcha ma'lumot dasturga qoldi. Rahmat. Shermazar Sindor Komil o'g'li 2007 Toshkent davlat agrar universitetini qishloq xo'jaligi mahsulotlarini mustahkamlashtirish va sertifikatlash mutaxassisi bo'yicha tamomlagan. Hozir Fortuna O'tib Medical maslahat cheklangan jamiyatda ishlab chiqarish Ishlab chiqarish Dinamo tipi fabrikasi unitasi. 15. Bu pullar nimaga ketgansiz? Pasaxondanmi? Shu. Nima ketdingiz? Bu yerda ishlayapman. Hozir yo'q ishlar, 15 deyapsan. Nima ish qilasiz yo'qda? Ishlab chiqarib boshlashdimi? Sertifikat olindimi? Yo'q, boshlandi. Odan nima ishlab chiqarasiz? Sirop. Qanaqa sirop? Hozir sinov tariqasida vitamin sirop ishlab chiqarib, laboratoriyada tekshirishyapti. Yana qanaqa dorilar ishlab chiqarasiz? Keyin tibbiy buyumlar chiqariladi, lekaplast. Nimaga 05 ishlash yo'qda? Kadr zo'rga chiqib ketganda O'zi Dinamo tipi fabrikasidachi? bu yerda ham. Bu yerda nima ish qilasiz? Ish yo'qchi. Bunga ana Fortunada Partnerda operator bilan mutaxassis bo'lgan bo'lishi kerak. nima ish qilasiz? Sirop sertda uskunalar ko'pda, har bir uskunaga bitta mutaxassis qo'yib qo'yishadi. Yo'q. Super paslar. Dinamo tipi fabrikasida joylashgan. Dinamo Sattopaga burilmasdan ozgina yurasiz shu. Biz qayerdan turasiz? Yo'q, o'zim borman. Yaqin ekanda, aniqda. To'rt kunda. Xo'p. Siz qishloq xo'jaligi bo'yicha bilayotganingizni qarang, qanaqa turdagi yerlar bor
hosildor yerlar bor. Yani hosildorni nima qilamiz? Zarar ekan, yana nima bu? Keyin mineral yerlar bor. Bu yerda nima qilinadi? Mineral yerlarda. Nima uchun mineral yerlar bo'ladi? Mineral boyliklar bor. Tabiiy boyliklarning qanaqalari bor bizda endi tabiiy boyliklarni? Samarqand viloyatida. Tabiiy boyliklari misol uchun oltin bor. Oltin qayerda bor? Bizda Urgutda bor. Urgutda bormi? Bor. Bormi? To'rt konda bor. Qarashadimi? Yani Ikkita uchta konlar bor. Urgutni bilmasak ham Bu ishlarida yoshligimda hozirda ular. tugatib tashladinglar. Yo'q, yaqinda to'xtagan bo'lishi mumkin bittasi, lekin bittasini qazib turib, hali yoshlik uchun yana olib ketishdi. Xo'p, mayli. Nima qilib? Qanaqa sertifikat turlari bor? Bizlardagi nimalar mahsulotlarda qaysilarga talab yuqori? Sertifikat turlari ko'p. Har bir soha bo'yicha, misol uchun oziq-ovqat oladigan bo'lsak, ISO 22 sertifikati bor. Standart bor. ISO 9000 bor. 9000 bor, 17000 bor. 45000 bor. 45.000 Elektr energiya bor shunaqa. bor. ISO sertifikatlari yana ham. Endi GMP bor. GMP deydi. Inglizini bilasizmi? Bormi? Ingliz unchalik emas boshqa. GMP nima? Ya'ni eng yaxshi ishlab chiqarish amaliyoti. O'zbek tilida tarjima qilsak. Halol sertifikatlar bor. Men organik sertifikat bor. Bu Jizzaxda hali endi joriy qilindi. Tabiiy go'sht yetishtirish bo'yicha. Jizzaxda joriy. Samarqandda U kamdan kam holatlarda. nima uchun? Chunki sizni yeringizda mahsulot yetishtiraman desangiz, atrofdagi dehqonlar ham o'sha o'g'itlardan dorilardan foydalanmaslik kerak. Tabiiy bo'lishi kerak. Nima uchun deydi? Uni joriy qilish juda qiyin masala. Bo'ladimi? Bo'ladi. Uchun Jizzaxdagini qayerdan bildingiz? Endi Jizzaxdagi o'qib yurgan vaqtimiz o'qituvchimiz Jizzaxda birinchi marta joriy qilindi degan. Go'shtga. Shunaqa deyishgan. Qanaqa tartib bo'ladi? Tartib bilan chuqurroq o'rganmaganman, to'g'risini aytsam. Shavasligiz ko'p, nima ko'rgansiz? Endi bizda faqat nazariya bo'lgan, amaliyot bo'lmagandan keyin nazariya ham, Degan nazariyatimi? nazariya ham esdan chiqib qolyapti, amaliyotni qo'llamasangiz. Aflatoksin degan bo'ldi. Aflatoksin? Aflatoksin. Xo'jaligida mana shu. Endi bu agronom sohasida qo'llanmasdan bu haqida eshitmaganman. Mahsulotlarni standartlashtirish, sertifikatlashtiradigan paytda ko'riladigan nazariy jihatlarni ayting. Standartlashtirish, sertifikatlashtirish jihatida misol uchun eksport deb olaylik. Eksportda olmani olyapsiz. Olmani kichigini ham eksport qila olmaysiz, kattasini ham eksport qila olmaysiz. Uni belgilangan standartlari bor, o'zining tablitsasi. Menga masalan kichigi kerak. Eksport qilish tartibida kichigi yozilmagan. Hajmi bor. Endi o'lchab ko'radigan uskunasi bor o'zini. O'lchab ko'rasiz. Eksport o'zi nima uchun kerak? Eksport ichki mahsulotlarni bozorga chiqarasiz. Tashqi bozorga. Bundan foyda olinadi. Ko'zlangan maqsadda. Siz hozir qaysi bo'limda o'qiyapsiz? Eksport salohiyatini oshirish bo'yicha Urgut tumanida sho'basi bosh mutaxassisi lavozimi bor ekan. O'zida nechta eksport yo'llar bor? Tanishdingizmi?
o'zizcha? Endi bu bo'yicha hozir tanishganim yo'q. Eksportyorlar ko'p. Lekin men Urgutdagini emas, Toshkentdagini bilaman. Ya'ni bu ham nima deydi, onlayn, offlayn ishlaydi. Dorazi eksportyor degan narsa bor. Dildor Atajon bor. kerak. Urgutga ham kelib turib mahsulotlar olgan. Ertaga Urgutda ishlaganingizda shu eksportyorlar bilan ishlasangiz va investorlar bilan ishlasangiz eksport salohiyatini oshirish bo'yicha qanaqa bir takliflaringiz bormi? Eksport salohiyatini oshirish hozircha nisbatan yaxshi deb o'ylayman. Eksport salohiyati ham yaxshi Urgutda. Misol uchun Samarqand bo'yicha oladigan bo'lsak ham. Nimani hisobiga yaxshi? Urgut erkin iqtisodiy zonasi bo'ldi. Bu yerda ishlab chiqarishlar bor. Nima berdi u zona? Tadbirkorlarga ko'plab imkoniyatlar berildi bu hozir. Eksport qo'llab-quvvatlashga qanday yo'l? Qo'llab-quvvatlaydi. Natijasini Sog'